Canım bunga uylana ko'rmang, sizni tarbiyangizni buzadi bu. Hozir o'zim tushuntiraman. Dada, qarang, do'ppizim qishib qoldi. Menga yoqmadi. Uylaning ana Qo'ydoqxonga. Hey, turmushga chiqmagan. 3 ta uyi bor. Kattakon jip mashinasi bor. Ana jip mashinasini borib, ko'zi yaxshi olmaganligi uchun haydolmayotgan ekan. Birni ko'nglini olmoq savob degan. Ana dada. Ikkini ko'nglini olmoq undan katta savob degan. Har kim har kuni yaxshilik qilish kerak. Shu buni ham qo'yib yubormasak deyman-da. Dada, qo'yib yuboraylik. Jipda haydab yurasiz. Dali hovlari bor. Ko'zim bo'lmaydi-ku, jon qizim. Men haydayman. Sen jip haydashing uchun men o'laksa bilan yashashim kerak-a? O'z baxtingni o'ylaysanmi shu yoshda? Dada, bochkada bor, dahshat hovlisi bor. Yo'q demang dada, shuni ham yo'qotay, menga yoqmadi ana sariq soch. Pushti bashara. Kerakmas dada. Qo'ying, menga ishoning. Men qara, sen she'rni tez sur, xo'pmi? 100 yetadimi pachka? 100? Ha. Men qara, 100 beraman, cholni menga qaytarasan. Hayotidan chiqib ketasan, aytib qo'y. 200 bersangiz umuman chiqib ketaman. Точнami? Точно, men ishdan ketaman. Beraman. Tashqarida kutaman lekin. Ha, kut. Ana shunday qilgan, o er sendan voz kechvarsin. Qiyin-ku. Dada, qarang, dada, yo'q qaramang. Ko'rdingizmi? Sizni pulga sotib yubordi. Ko'rdingizmi? Shu bilan qo'sha qarang. Men shu turishida so'roq belgisiga o'xshayapti, qara. Men ham bundan kammasman, mana. Ana endi undov belgisi bo'ldi. Dada, tengi bilan tezak qopi bilan qo'ying, dada. Mayli. Xo'p, deng. Bola otasiga yomonlik qilmaydi-ku. Shunday dada. To'g'rimi? Siz baxtli bo'lsangiz, biz baxtli. Ikkalanglar bizni duo qilib o'tirsanglar qanday yaxshi. Jonim. Voy. Dada, qarang, tilla. Tilla? Sizga qarang. Ana qarang. Sahiyda. Rozimisiz? Ana. Endi bu boshqa gap. Ana dada, ana. Ana dada. Endi meni turg'izing. Endi shu bilan qiziqda. Shu bilan qiziqda dada. O bizga to'g'ri kelmaydi, jon qizim. Men ham hazil qildim. Qanday qilar ekan? Ana. Bular qanday qarar ekan deb turib, eng asosiysi yolg'iz emasman. Senday mehribon farzandlarni tarbiyalaganim uchun menga ham rahmat deyishing kerak. Rahmat dada, men sizni yaxshi ko'raman. Men tarbiyangni sinab ko'rdim, jon bolam. Mana bu tilla o'zingizga buyursin. Ana. Asta.